Nima deyapti? Nima deyapti? Uzr so'ragani keldi. Yo'q, uni tushundim. Mana nima deyapti? Arashanmi, Hisorimi, qaysi ham jamoadan o'zi bu? Bayti Arashanchi. Mana. Oka Arashan boqasizmi? Bo'ldi Arashan. Yo'q, o'zi Arashanchiman deb qilgan. Bu menga maslahat bergan qilgan, kechqurun. Afg'on bilan Hisorni chatishganida bu kechasi birdan nima qilgan? Sen noto'g'ri gapiryapsan. Hisori bilan Afg'ondan chatishmagan u zot. Keltirib berasanmi? Direkt yozganammi? Shunaqa deganmi Odil? Ko'rdim uni, ko'rdim. Sherzod. Keltirib bering. Sherzod. Federatsiyaning eng kattasi deb Ozod akani hisoblaylik. Mana Odil aka ham yosh katta ekan, oka. Mana Abdulaziz aka, mana kichkina bo'lsa ham oka deyman hammanglarni. Biza bir bechoramiz-ku. Eshitib turing, brat. Mana shu odamni o'sha gapidan kelib chiqyapti-da, bu arashanchi bo'lib turib, odamlarga arashan sotayotganlarni o'zi arashanni tushunmasa, xalq kimga ishonsin? Mana gap shunda. O'sha xalq kimga ishonsin? Sherzod. Telefoningizni o'chirib turing. Ha, hozir. Sherzod. Mana oka, mana siz pavmom odamsiz. Mana shu narsani gapiryapman. Mana Xudo turibdi, Xudodan qo'rqinglik oka. Men bu 1:30 da kechasi telefon, namoz o'qiymiz, Allohdan so'raymiz. Qo'yi payg'ambarlar boqqan. Xudodan qo'rqinglik, bolalar, jamoalarga ham mayli, boshqasiga ham. To'g'ri narsani aytaylik. Men yolg'onchiman, men sizlar haq qo'ysiz. Shunaqa emas. Просто to'g'rini to'g'ri, noto'g'ri deylik. Bo'ldi shu narsa. Bo'l. Men sizlarga meni tasdiqlaylar demayman. Men keltirib beraman dedimmi boshida bir haftadan beri nima urishyapman? Haq so'rayapman. Bu mazaqa uyda uxlayapti. Siz maza qilib mana uxlayapsiz, yuzinglar normalniy. Men 2 soat, 3 soat uxlayman. 100 ta odam bilan kuni ko'rishaman. 100 ta ham xuddi shu narsa. O'sha narsa o'rniga qo'yib qo'ying, oka. Noto'g'ri tushunyapti shu narsani. Bu maytda kela aqllilik qilaveradi menga. Bir haftadan beri hayotimni qatdan biladi. Bu 1:30 da meni otam haqida ma'ruza aytadi o'zicha. O'zi qo'ying. Tushunmaydi, nifiga. Menga ham qo'ng'iroq bo'ldi, aka. Mana qarang, bedana boqasiz. Bormi? Bor. Mana shunga bedana beringlar. Bedana bilan shug'ullansin. Bedanachi bo'ladi, oka. Yaxshimi foydasi? Albatta, yaxshi mehr berdi. Yo'q, bu arashanchilik hisorchi bo'lib qoldi. Men shunga qarang, chunki men o'zim tubiga kirib qoldim, aka. Tushundingizmi nima bo'layotganini? Tushundim. Bular hozir o'zini aprodat qilaveradi. Haq, noto'g'ri deb ketaylik bo'ldi. Hech kim o'zini apravdat qilmayapti. Uzr so'ragani keldi deyishyapti-yu. Yo'q, hozir men qarang. Mana qarang, aka, men savol, siz arashanchimisiz? Men sizga yana aytayapman, Sherzod aka. Mana shu qo'yinglik, mana shu keling. Yo'q, tursin. Eshitiladi, mana shu tursin. Eshitilar. Men sizga aytayapman. Men yangi boshlovchiman deyapman. Uyimda Boshlovchi videochimi? To'yda. Ishtiq sovrinmi, arashanim bor deyapman. Arashan